Qizlarjonlar, mana kechki paytga pizza qilyapman. Bolalarim judayam yaxshi ko'radi. Mana kolbasasi, siri, pomidorlari to'g'rab oldim, ketchup, mayonezlar. Hozir taxlab hammasini qilaman. Ketchup, mayonez solyapman mana. Xudo xolasa mazali chiqadi. Xamirimizni dro'jja solib qilib oldim. Mana shunday qilib yoyib oldik sirlarimizni. Endi kolbasalarimizni terib olamiz. O'shanday. Shunday qilib davom etamiz. Ketdik. Endi pomidorlarimizni terib chiqamiz. Shunday davom etamiz. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy judayam. Lekin o'ta mazali bo'lib chiqadi. Mana bo'ldi. Duxovkaga tiqamiz endi. Mana pizzamiz ham tayyor bo'ldi. Hozir kesib ko'rsataman buni. Nechik chiqqanini baho berasizlar. Nechik chiqibdi? Qanday chiqibdi pizzamiz? Zo'rmi? Qizlarjonlar. Gelinglar.